Qani yo bismillah. Maptini bor. Zulpan chaqirib kel. Yaxshi oy hozir. Zulpa. Hay, tur oyim chaqiryapti, eshitmayapsanmi? Uf, yana oyimmi? Men hozir osmonlarda uchib yuribman. Qanaqa bir yerga tushaman? Nima rostdanmi? Ha, rostdan. Qanaqasiga? Divanda o'tiribsan-ku. Rostdanmi? Zulpa menga qara. Men lekin baribir hech narsaga tushunganim yo'q. Menga farqi yo'q. Baribir joyimdan turmayman. Olimlarning aytishicha, televizor ko'p ko'rsang osmonlarda uchib yurar ekansan. Mana, ko'rib o'tiribman televizor. Endi osmonlarda uchishim mumkin. Qani sirpa oldik. Maptini ko'p qolib ketdi-ya. Qayoqlarda yurgan ekan bu qiz? Hay, meni ver. Menga qara. Bor. Ularni chaqirib kel. Yaxshi, hozir borib olib kelaman. Maptin, Zulpa, sizlarni oyim. Voy, nima qilib o'tiribsizlar? Turlaring, oyim chaqiryapti. Onasini yemsin, bunisi ham ketdi ana. Turaverib oyoqlarim charchab ketdi, o'tirsammi ekan? Agar shunaqa qilib uchishni bilganimda oldinroq shunaqa qilgan bo'lardim. Rostdan ham, mazza ekan, uchib o'tiribmiz mana. Osmonlarda. Televizor ham ishlab turibdi. Ko'rdinglarmi, shu uchun ham menga rahmat aytlaring, mazza qilib uchayotganlaring uchun. Ha, mayli, o'tirsam o'tira qoling. Yo, bo'lmaydi. Hozir o'sirib olishim mumkin. Yaxshisi, turib borib kelgam yaxshi. Hozir bittalab pating yulaman hammangni. Voy, oyi. Nima qilib o'tiribsanlar uch mushketyorga o'xshab? Biz uchyapmiz. Oyi, menga qarang. Olimlarning aytishi bo'yicha televizor ko'p ko'rsa, odam 7-osmonga uchar ekan. O'sha uchun hammamiz o'tirib olib televizor qo'yapmiz. Shuning uchun bizga qo'shilishingiz kerak. Oyi, mazza qilib uchamiz. Ha, shunaqa delaring? Hozir men senga qanaqa qilib uchish ko'rsatib qo'yaman. Hoy, menga qara, hammang yur. Bu senga, bunisi senga, bunisi esa senga. Qani, boshlaring. Uzr, oyi, nima qilishimiz kerak? Haligi bu nimaga kerak? Qo'llaringdagi bilan o'zing ossalaring, 7-osmonga to'g'ri uchasanlar. Shunday ekan, tezroq uchlaring. Bo'l. Keyin men senlarni ko'rib uchaman. Tezlashlaring, uchishim kerak hali men ham.